Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar. Sonlaringiz yaxshimi? Bahorgi ishlar boshlandi. Telegramda so'ragan ekansizlar. Kalina buldanajni qirqilishini. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana kalina buldanaj, o'zi kalina buldanajni ochilib bo'lgandan keyin qirqilish kerak. Bultur meni vaqtim bo'lmagan, umuman qarorganim yo'q. Bir 2 yildan beri bunga vaqt bo'lgani yo'q. Shuning uchun kimdir keltirib buketga qirqqan. Aqlli mana yerda tok qirqadiganlar oldgi qismini qirqib tashlagan. Shuning uchun qaraymizda, mana aslida mana ochilgan nimalarini, novdalarini, bultur ochilgan novdalar. Mana shuni tagidan mana shunaqa qilib shunaqa qirqib tashladi. Bayda bir ikkita quriganlarini olib tashlaydiganlari bor. Uncha foyda bermaydigan katta novdalarni, ularni tag qismidan u orasidan olinadi. Birinchi mana ular maydalarini olib tashlaymiz, keyin u tag qismidan olinadi. To'la olishi ham bor. Voy, yangi gulimni sindirib oldim. To'la olishi bor, qisman olinishi bor. Mana masalan, mana novdani oladigan bo'lsak, mana katta novdani, mana tepa qismi olib tashlash kerak. Bayda aytarli foydali bir pochkalari yo'q. Bayda pochka bor ekan, pochkalari. Mana orasida. Mana shu pochkalari qoldiramizda. Mana narigi tomonda pochkasi bor. Mana novdasini bundoq qirqib tashlaymiz. Bu novdalar pochkasi borlarini mana shunaqa olib tashlaymiz. Qolganlarini mana yerda pochkasi bor, mana pochka. Bultur mana bu qismi gullagan. Mana shu gullagan qismini gulla bo'lishi bilan olib tashladi. Bunda ham xuddi shunaqa qilinadi. Mana pochkasi, bayda pochkalar mana uchki qismida ekan, o'zi ko'karib, bo'rtib qoladi. Shunaqa olib tashladi. Mana bu yangi novdalar. Yangi novdalar agar juda kalta bo'lsa tegmaysiz. Agar juda uzun bo'lsa 4 ta pochka qoldirib kesib tashlaysiz. Masalan, 3 ta mana 4 ta. Mana bundoq qilib kesib tashladi uchidan. Mana pastki qismidagilar yangi chiqqanlar turaveradi, tegmaysizlar bunga. Mana yerda ham mana yerda yangi pochkalar chiqyapti. Bularga tegmaysiz, shu tepa qismidagilar bundoq olib tashlaysiz. Mana yangi pochka. Mana yangi. Bunga tegmaymiz. Faqat quriganlarni olib tashlaymiz. Mana bu xuddi shunaqa. Men hozir to'la olib bo'lgandan keyin ko'rsataman. Mana bu qismini yana qanday ko'rsatsam bo'ladi. Mana bu qismida orasida pochkalar turibdi, ko'ryapsizmi? Ash pochkalarni qoldirib, mana bularni kesib tashlaymiz. Ko'rinayotgan bo'rtayotgan pochkasi qoladi. Qaraymiz, uch qismida agar pochkalar bo'lsa, qoladi mana. Qolganlarini olib tashlaymiz. Aslida buni gulli bo'lgandan keyin qilinadi. Aytaman, bultur meni vaqtim bo'lmadi. Bunga qarashga imkon bo'lmadi. Shuning uchun qolib ketdi. Hatirgullar bilan harf olishaverdim, bunga vaqt bo'lmadi. Keyin juda maydalashib ketganlar bo'ladi mana mandaqalar orasida. Buni men tag qismidan mana buni ham tagidan olib tashlasa bo'lardi. Mana tag qismidan manidan olinadi. Manidan qirqib tashladi. Eskilarini mana buketga kesib olinishgan mana novdani bultur olingan. Mana yonlardan yangi chiqqanlar. Yangi chiqqanlariga
uchidagi qurigan qismlarni olinadi xolos. Juda novcha bo'lib ketsa, bo'yiga qarang. Juda novcha bo'lib ketsa. Mana xuddi mana. Ko'rdinglar-a? Mana shu yerdan bundoq qilib olib tashlasiz. Men hozir qurganlarni olib tashlayman. Gulla bo'lgandan keyin mana masalan mana shu gulli deb o'ylaylik. Gulla bo'lgandan keyin gulini chiqqan tag qismidan olasiz o'sha gullayotgan. Gullaganda yana ko'rsataman. Unda mana pochkalar bo'lmaydi, mana kurtaklari bo'lmaydi. Mana kurtalar bo'lmaydi. Olib tashlaganingizdan mana shu kurtalar katta bo'lib bahorda yangi ochiladi, chiqadi. Mana ham xuddi shunaqa. Mana gullagan bo'ladi. Mana gullagan qismi bo'ladi. O'sha gullaganning tagidan bo'g'imidan olasizlar. Ne orasidagi katta nima bo'lib ketdi, qurganlarni ham mayda chuydalarni olib tashlaysizlar. Agar katta bo'lib ketsa, voy. Mana uni men to'nkani men bultur ololmadim, juda katta bo'lib ketgan. Biz ko'chib kelishimizdan oldin bu bor edi. Qisqasi bu qoldi, men ololmadim, kuchim yetmadi. Erkak kishi bo'lsa shuni tagidan qirqib olib tashlaydi. Keyin mana bir-biriga kesishmasin. Kesishadiganlarini, qarilarini olib tashlaysiz. Yoshlarini nima qilasiz? Yoshlarni ham dona-dona olib tursa yaxshi bo'ladi. Qariganlarni, qari novdalari guli mayda bo'lib qolganlarni tag qismida manidan olib tashaladi. Keyin manidan bunaqa bo'lib yangilarni chiqadi. Mana bu yangi bo'lishiga qaramasdan rivojlanolmagan, juda mayda. Buni kerak yo'q, buni ham olib tashlaymiz bundoq qilib. Mana uni olib tashlaymiz. Men buni ko'chat qilib olsa bo'ladi. Mana ko'chat qilib olsa bo'ladi yon tomondan menimcha. Voy. Yon tomondan ildizi bo'lsa ko'chat qilib olinadi. Unga astoydil ichiga kirish kerak. Yo, buni ko'chat qilib bo'lmas ekan. Mana o'zidan chiqqan ekan. Buni olib tashladi. Bundaqa maydalarni ham. Voy, short. Mana maydalarni olib tashlaydi. Agar yerdan beriroqdan chiqqan bo'lsa, mana bunday qilib bo'lsa, ular ildizli bo'ladi. Menimcha ozgina 1 yil tursa ildiz o'tadi mash. Bultur avvalgilari kelib rosa oladiganlar ko'p bo'ldi. Ildizdan ko'chirib berdi. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Yana bir marta aytaman, gullab bo'lgandan keyin mana bisi mana bulturga gullagan. Mana bulturga gullagani, mana uchida gul bo'lgan. Mana bo'g'im qismidan tagidan bundoq qilib olib tashlaysiz. Mana bu ham o'sha gul bo'lgan. Mayda bo'lgan, gul bo'lgan. Mana bu belgisi, mana bu yangi. Manida ham xuddi shunaqa. Qarang, manida juda kichkina bo'ladi gul. Bizga kerak emas. Shuning uchun mana shuni kallasidan olib tashlasa ham bo'lar ekan. Mana bo'g'im qismidan mayda gul bo'ladi. Agar tepasi yoqin qaramasa, mana qismidan olib tashlasangiz, keyin manidan yana chiqadi. Mana bu kerak emas mana. Hech qanaqa pochka chiqmay, qurigan shoxlar bular. Bular ham qurigan. Demak, mana shu shoxga olib tashar ekanman tagidan. Tag qismidan mana katta shox ketar ekan. Mana qarang. Maningda ikkita bolalagan, yuqori qismida hech narsa yo'q. Mana shu yerdan mana tekis qilib olib tashlaymiz. Mana shu katta shox. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.